alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlarim, aziz dindoshlarim, sog' omonmi sizlar? Azizlarim, biz shu kunlarda bilasizlar, eng ulkan boylik, dunyolarda ham qimmat bo'lgan, shu yer yuzida ham qimmat bo'lgan bu inson zotiga eng kerak bo'lgan salomatlik boyligini men sizlarga ilinib kelyapman. Alhamdulillah tish tirnog'i bilan harakat qilyapman, shifolarda ulashib kelyapmiz. Mana insonlar komil shifo topib oldimga o'tiribdi va men mehnatimni mevasini ko'rib turibman. Shu onajonim meni oldimga kelganlarda bilasizlarmi? Bular sahrdan azob chekardilar va undan tashqari kamqonlik deysizmi, buyrak yetishmovchilik deysizmi, mana shunaqangi xastaliklar bilan kelgan edi. Va Allohning izni bilan mana shu yerda yaratgan ne'matlardan, mana Allohning yaratgan ne'matlaridan rizqi nasibasi qo'shilgan ekan, shuni biz sababini qilib berdik. Mana endi bir oylik natijani o'zlaridan eshitasizlar. Onajonim, assalomu alaykum. Xush kelibsiz mana oldimga onajonim. Xo'p, onajonim, sizda nima xastaliklar bo'lardi? Shu haqida bir ma'lumot bering mana shu biz obunachilarimizga va sizga o'xshagan xastalar bo'lib o'tirgan bemorlarimiz ko'pda. Shularga bir ma'lumot bersangiz, to'xta, haqiqatan shuncha inson shifo topyapti. Mendagi kasalliklar bu insonda ham bor ekan. Men ham borib shatdan shifo topadigan bir nima uyg'onadi-da, bir xayol. Keyin o'sha ko'rib shifo topsa shatdan kelib, sizga ham ajr savoblar yoziladi inshaalloh. Men shu sahr kasalligidan mana 10 yildan beri azob tortib kelyapman. Tushsa 8 ga tushar edi. Undan pastga tushmas edi. Mana shu ukamni dori-darmonlarni ichib mana 6 ga tushdi hozir sahar. Mashalloh, mashalloh. Buyrak yetishmovchilik bor edi. Shuni hisobiga qonim ham tushib ketaverardi globini. Gemoglobini. Mana buyragim ham o'zi qildirdim yaqinda 3-4 kun bo'ldi. Rosa juda ham yaxshi chiqdi o'zida. Doktorlar o'zlari ham hayron qoldi. Qonim mana 6-5 ga tushib qolyapti. Mana hozirgi kunda 2 kun bo'ldi tekshirtirganimga 804 chiqdi. Mashalloh. Yo'tal allergik yo'taldan 5 oy 6 oydan beri hech doktorlarda masalan ichmagan dorim qolmadi. Davo bo'lmayapti. Shu ukam bergan mana shu ko'hnor yog'ini ichib shu yo'talni ham shifo topdim. Mashalloh, mashalloh. Mana ko'ryapsizlarmi azizlarim, ko'ryapsizlarmi? Qaranglar, qanaqangi ulkan natija. Bir oyda shu narsalar bo'lyapti Xozonajonim. Hozir sahringiz mana 6. Endi bu degani sahr uje normadan pastga tushdi degani. Bir oyda. Chunki bu inson ixlos qilib, mana shu yerdan olgan mahsulotlarni mana men Allohim olib keldim, shifo bo'lsin deb mana ichdilar, duoda qilib, ikkilanmasdan. Biz oldimizga kelib ayta chaynar o'tirasizlar, menga savol berib, oz ham foyda qilarmikin? Shifo bo'larmikin? Doktor, iltimos, tabib. Bu gapni mendan emas, undan ko'ra ixlos qilib shu onamga o'xshab, bular ham mayli deb mana indamay kelganlarda o'tirgan. Chiroyli qilib berganman, olib ichib mana shifo topib kelyapti. Bir ixlos qilib kelinglar. Yana men bitta ikkitasiga bo'g'ilib ham qolyapman. Shu gap kelganda gapirib olaman, shu tilimcha qichiydi-da, tilda qichiydigan gapni gapirasizlar. Falonchi hoji onasidan shifoni topibdi. Endi bizga aytuvdi, borib mana keldi. Bizga ham endi o'sha shifoni ulashing deyapti-da. Xo'p deb mana qilib mana vayda yozib bersa, men undaqa varaqlarga men chiroyli qilib turib, vayda pulni hisoblab bersa, biz buncha pul olib kelmabmiz. 500 ming pul bilan kelibmiz. 500 ming pul bilan kelib boshqa kun olib ketsak bo'ladimi deydi. Yo bo'lmasa beroling shunga hammasi. 500 ming pulga menga qaranglar, shamalaq ham bermaydi. Tushunasizlarmi? O'ylab gapiringlar bu gaplarni. Mana shuncha mana vaqtimni oldiray, mana bitta odam, ikkita odam, 3 ta odam, 4 ta odam. Yana mayta turibdi bunaqa qog'ozlarda. Mana nechtasi turibdi mana. Mana ko'ringlar, bu yozdirib mayta turibsizlar, lechiniya qilaman deb kelib mana shuncha lechiniya mana qaranglar. Buni biz har bitta odamni ko'rishga 20 minutdan 30 minutdan vaqtimiz ketyapti. Mana shu inson mana pulini qilib kelib olib ketuvdi. Mana shu narsalarni men berdim. Ana xurmo sharbatdan yana bitta ber. Ber yana bitta xurmo sharbatidan. Mana olib ketuvdi, nima qilyapman men? Shu inson mana pulini tikkan bo'lsa, shu narsani mana 1,5 million bo'ladimi, 2 millionlik narsa olgan bo'ladimi? Shuni tekinga beryapman mana shifo topib kelganiga. Albatta men sizlar sog'liqlaringni o'ylayapman. Nima demoqchiman? Bundan keyin azizlarim, mana shu shifo topgan insonlarni mana meni kuzatgan inson bo'lsa, oyma-oy ko'rgan bo'lsa, kelinglar ixlosni oshirib. O palonchidan eshitib turib, menga o'sha iltimoslardan shifo topgan bo'lsalaring, qo'ni-qo'shnilaringga aytmanglar. Aytinglarki, shakka borish shifo topdim. Avvalo uni oldiga borishdan oldin uni videolarini kuzatinglar va videolarini kuzatib ixlosli qilib oldiga boringlar. To'g'risi shunaqa deylarda, ana shu keladigan inson mashlarni ko'rib turib ixlosini qilib, keyin ayta nima o'ziga kerakligini bilib keladi. Shu inson ham mana oldimga kelganingizda o'ziga nima kerakligini bilib kelgansiz, to'g'rimi? Meni qancha kuzatdingiz masalan mana YouTube'da? Kuzatib, bir oycha kuzatdim YouTube'da. Kuzatib endi topib kela olmaymanmi, kela olmayman degan degan bo'ldi. Mana. Yo'q, endi shu shopirlar o'zi olib kelib qo'ydim aga ishi tagiga.
Mana keldingiz, qayerdan keldingiz onajon? Andijon Marhamat. Andijon Marhamat tumanidan kelyaptilar onajonim. Ko'ryapsizlarmi? Nima demoqchiman? Azizlarim, mana shu uzoqdan kelayotganlar to'liq lichiniyani qilib olyapti. Mana shu yaqin atrofdagilar umuman to'liq lichiniya qilmayapti. 5 kunlik bering, 10 kunlik bering. Tabobatning nasasi 5 kun, 10 kun bilan hech kim shifo topmaydi. Eng kami 1 oylik olasiz. Tushuning. Eng kami 1 oylik olasiz, o'shanda ham mana 70-80% o'zgarishdan kelasiz. Hozir onajon sizda necha foiz o'zgarish bo'ldi? Menda shu 70% o'zgarish. 70% mana 70% 1 oyda 70% o'zgarishdan kelyapti. Ikkinchi oyda bo'ldi. Yo'q gumdon degani mana sahr ham kerak bo'lsa. Mana shu inson kerak bo'lsa mana asal ham ichadi, novvot ham ichadi. Kerak bo'lsa mana yeyilmagan mevalarni yeydi. Tushunyapsizlarmi? Nima demoqchiman azizlarim? Men shuni bilinglarki, sizlarda salomatliklaringni o'ylab ish qilyapman. Ba'zi bir mana nonko'rlar, to'g'ri tushuninglar, nonko'r deb hali karvon o'tar, it xurar deydi-ku, itlar menga bunaqa negativ yozishmagan. Tushunishdingmi? Men shu gapda aytib qo'yishim shart. Sababi mana shu inson mana marhamatdan kelyapti. Marhamatdan meni qarindoshim yo'q. Tushungan. Pul uchun ish qilganimda men undaqa rezultat ko'rman, padarka bermayman. Qayerda ko'rgansan? Qaysi tibbiyot? Yo masalan doktor bemorni davolab qo'yib sovg'a bergan. Mana men beraman. Men beraman. O'sha 21-asrni kerak bo'lsa Ibn Sinosi men bo'laman, onajonim, xudo xolasa. Shu niyatimga yetay. Endi meni sizni duoyingizni olaman, shunchalik shifo topsiz. Meni sovg'alarimni oling, xudo xolasa. Ilohim amin. Menga duo kerak. Oltin olma duo ol. Amin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Amin. Al-aqibatul muttaqin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad. Amin. Amin. Va ala alihi va ashabihi ajmain. Amin. Allohim shu ukami bizga sabab chiqib qo'ysan, o'zing hamisha tanajonini sog' qilgin, farzandlari ahli oilasiga bosh qilgin. Amin. Kelinimiz bilan qo'sha qarib bolalarni rohatlanib, rohatda ko'rishlikni nasib ro'zaylagin Allohim. Shu ukami dori darmonlardan shifo topayotganlarga hammalarini tanajoni sog' bo'lsin. Farzandlari ahli oilasiga bosh bo'lsin, sog' salomat yursin. Amin. Shu ukam ham sog' salomat yurib elda xizmatini qilaversin. Amin. Mana shu shogird bolalar ham hammalarini tanajoni sog' bo'lsin. Bular ham shu ukamdaqa katta tabiblar bo'lib, el yurti duosini olib yuradigan yigitlar bo'lsin ilohim. Amin. Baxt ochilib ketsin ilohim. Baxtlari ochilib, yonmay. Amin. Chiroyli go'zal qizlarga uylanib, go'zal oila bo'lib, shirindan shakkar, solih, solih farzandlarning ota-onasi bo'lib, sog' salomat yurishlikni nasib ro'zaylasin Allohim. Amin. Ukajonimi tanajoni sog' bo'lsin. Allohim hamisha o'zi panohida saqlasin. Ishlariga Allohim o'zi rivoji komillik bergin, ishlarini ilgari qilgin, ishlarini davomiy qilgin, Allohim bardavom qilgin hamisha. Bemorlar, yomonlardan o'zing panohingda saqlagin, yaxshilarga yondashtirib, yomonlardan adashtirgin Allohim. Amin. Amin. Bizdaqa shifo izlab kelayotgan bemorlarning baxtiga hamisha tanajoni sog' bo'lsin ilohim. Parvardigorim. Amin. Amin. O'zing dargohingda qabul qilgin, duolarimizni o'zing ijobat qilgin, o'zing mustajob qilgin Allohim. Amin. Amin Rabbil alamin va bi rahmatika ya arhamar rohimin rahmatika ya amin. Amin. Allohu akbar. Ilohim Parvardigor Allohim. Mana senga Allohim chiroyli duolar qilyapmiz va qilingan duolarimizni Allohim mana ijobatlar qilyapsan. Mana ijobat qilingan duolarimizni bittasini ko'rib turibman va shu kabilarni ko'ryapman Allohim. Senga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga cheksiz durud, salovat va salomlarimiz bo'lsin. Allohim shu yerga kelayotgan barcha bandalaring mana bemorliklarini o'zing bergansan. Shularni Allohim mana sababini qilishyapti. Diliga, qalbiga solyapsan. Shu yerga mana rizq nasibasini yozgan ekansan. Mana shularni mana biz sababini qilib beryapman mana Allohim va senga duolar qilyapmiz. Mana ijobatlar qilyapsan. Parvardigorim, senga qancha hamdlar etsak ham kam. Yo Robbil alamin, biz qullaringni Allohim gunohlarimizni kechirgin, bilib bilmay qilgan gunohlarimizni. Allohim shu yerga kelib ketayotganlarga va kelayotganlarga o'zingning fazli karomating, rahmating bilan shunaqangi komil shifolar ato etganki, shu onam kabi Allohim yorug' yuzlar bilan hammasi bilan ko'rishimiz o'zing bizga ro'zai nasib aylagin. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arrahmanur rohim. Allohu akbar. Hop, onajonimga paket olib kelaman, sovg'alarni beraylik. Endi onajon, shifoni topibsiz. Yana ham qoningiz biton bo'lib ketadi bu yog'i. Endi ko'tarilib ketadi. Mana shu ko'k normoyni iching. Mana qora bo'rini endi mana undaqa ko'rinishda endi buni yozib beramiz hozir. O'tkazvargida boshqacha. Endi mana shuni xudo xolsa ichasiz. Mana onajonim sovg'alari. Mana kulikvani yeng. Mana pochka yetishmovchiligiga beruvdik. Mana xudoning izni bilan kelibsiz. Zo'r qilib yubordi mana. Nima qilyapmiz? Mana sovg'alar bilan kelaverasiz, xudo xolsa. Ketaverasiz. Azizlarim, mana gapirgan qattiq gaplarimga to'g'risi noo'rin tushunmanglar. Men prosta
Sizlarda salomatliklaringni o'ylagan holda gapiryapman. Chunki men maytda ketayotgan vaqtimga achinyapman. Ko'ryapsizlar, mana shu bugun mana shu yerda mana 7 ta qog'oz ko'rib turibman-da, tushunyapsizlarmi? Bularga mana tekshiryapmiz, boshqa qilyapmiz. Kimnidir davleniyasi 170-180 ga chiqib turibdi. To'xtang, batta davleniyasiga ham beraylik. Mana shu davleniyani ham tushirmasa bo'lmaydi. Iltimos, mana uni o'zini ichadigan bo'lsangiz, og'riqlik hisobiga davleniyasi chiqib ketishi mumkin. Insult va infarkt bo'lib qolishingiz mumkin deb gapirsa, "Yo'q, men bilan ishim bo'lmasin" deyapti. Shunaqa holatlarni ko'rdikki, mana biz kerak bo'lsa videosini olib olamiz, mana shu kameralarimiz bor. Yo'q, bo'ldi, ertadan keyin davleniyangiz boshqa bo'lsa, bitta narsa bo'lib qolsangiz, biz unga javob bermaymiz. Shuni kelishib olasam, bo'ldi. Men senga pretenziyam yo'q deb ketgan inson, mana 3 kundan keyin kerak bo'lsa insult bo'lib o'lib qolganlarni ham ko'rdik. Nima demoqchiman, azizlarim? To'g'ri tushuninglar. Bu narsalar aslida davleniyani ko'tarmaydi, hech qachon tushirmaydi. Lekin mana shu narsa sabab bo'lib qolmasin. Tushunyapsizlarmi? Sandan olgan narsam senga shuna bo'ldi demasin. Sababi maytga ogohlantirish bilan kelyapsizlar. Men sizlar davleniyani o'lchayapman. Kelinglar, bir yo'li uje bilasizlar, baland davleniyaga o'rganish bu ketdi degani. Uje insult, infarkt xavfi ortyapti degani. O'sha xavf bo'lganda meni oldimga kelyapsizlar. Sizlarga ogohlantirish kelyapti. Mana shuni ham bir yo'l davolab ketaylik deyapman. Tushuninglar azizlarim, men prosta batta sizlarda salomatlikni o'ylayapman. Agarda pulni o'ylaganimda bunaqangi sovg'a salomlar ulashmasdim. Tushuninglar azizlarim, o kelgan odamga 500 ming bilan 300 ming bilan berib yuborardim. Pulni agar sevganimda. Menga birinchi o'rinda insonni qadri muhim, salomatligi muhim va natija muhim. Shuni unutmanglar. Azizlarim, bizni kuzatishda davom eting. Meni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Maqsadim shu, xalqni shu shifo ulashib, ularni duosini olish. Bilasizlar, duo insonni taqdirini o'zgartiradi. Salomat bo'linglar, videomizga like bosinglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali ko'rasiz, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan yangiliklarni Jahongir Mirzodan kutib qolasiz. Boshim yerga tekkincha xalqning xizmatidaman. Rahmat.